Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Xudo xohlasa bugun ko'pchilik vatandoshlarimizga va o'zimizga foydali bo'lgan video olamiz. Bunda Slovenska SK saytida har bir inson bu kod orqali o'zining shaxsiy sahifasiga kirib, ma'lumot olish, ma'lumot jo'natishni qisqacha tushuntirib o'tamiz. Buning uchun notebook va chitachka kerak bo'ladi. Chitachka shu karta solib o'qiladigan maxsus moslama va book kod bo'lishi shart. Book kodni aktivatsiyasi uchun klientskiy sentrum va boshqa o'zini urat-pratsi orqali aktivatsiya qiladigan maxsus yerlari bor. Uni alohida tushuntirib o'tganmiz. Bu Slovensko saytiga kirish uchun ilova o'rnatib olish kerak. Bu kodni o'qish uchun chitachka orqali EID client degan ilova bor. Buni sayt orqali ham kirishda o'rgatib ketamiz. Bilmaganlar uchun boshda ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Sayt orqali kirish uchun Chrome tanlaymiz. Kimda hammada har xil bo'lishi mumkin. Kimda Mac bo'lsa Mac, yana boshqa nimalar orqali kirishi mumkin. Endi bu saytga kirish uchun www.slovensko.sk deb yoziladi. Poiskda mana Slovensko SK. Endi bu yerda hamma o'ziga moslab tilni moslab olishi mumkin. Biz rus tiliga moslab qo'yganmiz. Kirish uchun "Войдите на portal" degan knopkaga bosiladi. Boshida aytib o'tganimizdek mana VNG karta orqali kirish, mobil ilovasi bor. Mobil ilovasi orqali ham kirsangiz bo'ladi. Hozir qiyin emas. Mobilniy karta orqali kirsa bo'ladi. Yevropa pasporti orqali kirsa bo'ladi. Biz karta orqali kirishda bosamiz. Mana. Уже boshida ko'rsatgan ilovam ishlashni boshladi. Kartani qo'yib turganda chitachkaga yuqori qismiga manaqa sim kartaga o'xshagan qismini yuqoriga qilib joylashtiriladi. Va yashil chirog'i yonadi. Endi hammada har xil bo'lishi mumkin.
boshida ulab qo'yish kerak edi, o'zi kartani solib qo'yish kerak edi. Men shu kartani solish jarayonini ham ko'rsatish uchun chiqarib qo'ygandim. Shuning uchun uncha uzoqroq vaqt olyapti. Ilova ochildi. Karta aktivligini ko'rsatib turadi. Ko'pchilikda savol bo'ladi, kartam aktivmi, aktiv emasmi, qanday tekshirsam bo'ladi degan nimalarga karta aktivligini shu ilova orqali ham bilib olsa bo'ladi. Politsiyaga borib yurish shart emas yoki boshqaga borib yurish shart emas. Agar aktiv bo'lmasa kirmaydi, chiqmaydi. Ba'zidagi nimalar. Endi sayt orqali, chiptachka orqali ilova ishlaydi. Shu saytda bosgandan keyin kod o'zingiz bu kodingizni terasiz va sahifaga ulanasiz. Bu yerda hamma ma'lumotlar chiqib turadi. Bu yerda kirgandan so'ng pochta va yashik bor. Pochta va yashikka kirsiz, yangi kirganingizda shu belgilar sariq bo'lib turadi. Buni aktivatsiyani yuborish kerak. Masalan, подтверждение выдачи электронное удостоверение degan xabar keladi. Sizga informatsiya получена. Отправить kirib zaпрос yozasiz. Yozilgan kuni chistosi turibdi. Shu zaпрос yuboryapti turganda o'sha kunni belgilamasdan bir kun keyingi kunni belgilashni tavsiya qilaman. Shunda bemalol aktivatsiya bo'ladi. Ko'pincha o'sha kunni belgilab qo'ysangiz aktivatsiya bo'lmaydi. O'zim ham urinib ko'rganman. Bu yerda boshqa ma'lumotlar ham bor, albatta. O'zingizga kerakligini sekin kirib, ko'rib, yana ham mukammallashtirib boraverasiz. Bu beryapti turgan ma'lumotlarimiz qisqa ma'lumotlar, hammasi yurtdoshlarimizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolisa, yaxshilikda, omonlikda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Vaqtlaringga rozi bo'lasizlar.